Bu videoda 4 ta bloger kartingda kim eng tezligini bilib olamiz. Kim eng tez bo'lsa 1 million so'mni qo'lga kiritadi. Mayli to'lalar. Men bilaman bor. Kartingda kim eng tezligini qanday aniqlashimizni hozirga tushuntirib beraman. Ko'rib turibsizlar, start va finish turibdi. Cho'tdan boshlanadi. Sizlarga 6 ta krug beriladi. Sizlar 6 ta krug qilasizlar. Mayli uni 3 ta sizlar krugga o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin xohlasangiz 3 ta krugga qattiq bosasiz, xullas 6 ta krug qilasiz va 6 ta krug ichidagi eng zo'r rezultatingiz sizning rezultatingiz hisoblanadi. Misol uchun siz bunda 1 minutda aylanib chiqsangiz, bitta krugda ikkinchi krug balki 55 sekundda aylanib chiqarsiz va o'sha eng zo'r rezultatingiz yoziladi. Va o'sha rezultat sizniki bo'ladi. Hamma blogerlar 6 tadan uchib chiqadi va eng zo'r rezultatlari yoziladi. Shunaqa qilib biz kim kartingda eng tezligini bilib olamiz va oxirida e'lon qilishdan oldin bitta o'yin o'ynaymiz. U men sizlarga ham qiziq bo'ladi. Uni qanaqa bo'lishini o'yinni oxirida aytaman. Bo'lmasam kim birinchi shuni deb bilib olishimiz kerak. Eng zo'r zonzonziki. Siroj o'ynamasa ham bo'ladi. Oxiri ket. Qaysi? Kim yutqizsa birinchi uchadi. Kim yutsa oxiri uchadi. Zonziki. Don ziki. Voy! Bobur birinchi uchadi. Do'stlar, men intrigani buzib ketaman, chunki hozir cho'tki vaqt ko'rsatib, keyin bolalar uni urolmasdan achinib ketadilar. Lekin vaqtlarni bizni videoni oxirida ko'rsatamiz. Bu safar bunaqa narsa bo'lmaydi. Sirazu ko'rsatamiz. Bo'ldi, o'shaning uchun. Ya'ni siz Daqrasi o'yinni Zaynat nimaga? Bu siz bu yerda qaysidir gonchik rezultatini ko'rib turib, o'shanda yaxshiroq qilishga harakat qilasiz. Shuning uchun sirazu ko'rsatishga qaror qildim bu safar. Yana bitta. Zonziki. Voy, ikkinchi manman. Okey. Kelishib olinglar o'zinglar. Oxiri bo'ling. Siz uchinchisiz. Xo'p, bo'lmasam birinchi bo'lib Bobur Ello uchadi. Kстати, hozir shu joyda sizlar kanalga obuna bo'lib ketishni unutmanglar va fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Kim yutadi deb o'ylaysizlar? Fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Boburello, Shohruh Aysi, Sirojbekov yoki o'zim Zafar aka. Do'stlar, mana shu videodan keyin 35 ming euro berish kerak Shohruh Aysining kanalida. Поэтому hozirgina obuna bo'linglar. Обязательно. Let's go bolalar. Do'stlar, biz Dream Parkdagi Adrenalin Rush kartingidamiz. Sizlar ham bu yerga bemalol kelib, shu kartinglarda maza qilib uchib adrenalin olib ketishinglar mumkin. Bu imkoniyat bizga yaratib bergan Adrenalin Rush kartingiga kattakon rahmat. Nima deb o'ylaysiz, Boburello, yaxshi rezultat ko'rsatasizmi yoki yo'q? Do'stlar, men bu yerda birinchi marta uchmayapman. Imенно shu parkda, imенно shu kartingda uchganman ko'p marta. Bizda bilan so'rayman, bo'lgan orada hali u video chiqmagan, lekin balki chiqib qolar. No, xudo xolisa chiqib qolsa uni ham ko'rasizlar. Balki sizga chiqib olgandir уже. Balkim. Da, xullas, montajga bog'liq. O'zim qachon qilsam shunda bo'ladi. Da, xullas, oxirgi gapim. Men takoy tayyorgarlik ko'rib, takoy ashkilan yechib, soatlarimni yechib o'tishim kerak, chunki logki ves kamaytiramiz. Shu ves rol o'ynaydimi? Baribir menga yetolmaysiz. Kaska kiyasizmi, kaska? Da, kiyaman, конечно, это безопасность. И oxirgisi, do'stlar, egoistlar hech qachon yutqazmaydi. Oo, yaxshi. Megru bachira. Hamma shu kiyimi qanday his qilasiz o'zingizni? O'zimni Formula 1 gonchikni his qilaman. O'xshaysiz. O'z Formula 1 dan kimlarni bilasiz? Menmi? Bo'ldi, rahmat. Ana bo'lsam do'stlar, hozir hayajon katta, lekin birinchi bo'lib rekord urib, mana shu videoni tugatib olaman-da. Let's go. Kechali shamoat ko'ramiz. Lekin vaqtim ham bosaman. Ketdi mana. Rekord. Grupni bosamiz, deb olmaysiz. Mana Boburelloning eng zo'r haydashi birinchisi bo'ldi 24:35. Omadga qilamiz, omad. Rekord nechi bo'ldi deb o'ylaysiz? 6 krugda. 27. Afsuski noto'g'ri o'ylaysiz, chunki sizning birinchi uchganingiz uspешно 24:35 bo'ldi. O'tgan safargi rekordimdan urdim даже, прикинь. Это birinchi krug edi? Birinchi krugda.
Kapet. Bir joyda oldimda ana boshqa haydovchi bor edi. Qoldinglar, urilganinglarni ko'rdim. Da, ne то что urdi. Ikki marta tiqildinglar, men bu yerda bitta, keyin men bu yoqda bitta tiqildik. Da, и короче o'zimni shashkadek his qildim-da, takop margach qilmoqchi edim, lekin bu yerda fari yo'q ekan. Yana bitta dizlayfqa ko'zimga narsa kirdi. Poydim mana bunaqa yurish kerak ekan. Albatta. 24:35 do'stlar. Men xursandman. Nima deb o'ylaysizlar? Boburello yutadimi yoki yo'q? Fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Do'stlar, endi Shohrux hozir o'tgan safar men ikkinchi o'rinni oldim, o'tgangi videoda. Bu safar birinchi o'rinni olib, o'sha 1 millionni o'zimda olib qolaman, hech kimga bermasdan. Umid qilamanki, okey, hal qilamiz degani bu hozir. Lekin nima deb o'ylaysizlar? Boburelloda opit katta, Shohrux ham podarka emas. Sovg'a. Sovg'a. Sovrin. Sovrin. O'zingizda nastroy qalay nastroy? Zo'r yutaman deganman. Bugun 1 millionimdan ayrilgim kelmayapti, o'shaning uchun. Lekin mana ko'rib turganlarda ikkalovi ham ochki taqadi. No, Bobur ochkisiz haydadi, Shohruxda ochki bilan. O'sha plus XP degani bu. Oho. Такой подсветка qo'yib qo'ysam, tam 200 ta ot kuchi bo'ladi, tushundingizmi? Podсветка. Podсветка. Xullas, qattimi bo'ladi? Bo'ldi, ko'p gapirmang, ko'p gapirmayman, rezultat ko'rsataman. Avtobloger hozir o'zini sohasida professionalmi ekan, yo'qmi? Hozir shuni ko'ramiz. Yo, avtobloger degani baribir kartinni zo'r haydaydi degani emas. Degani. Emas. Bo'pti, oxirgi gap. Oxirgi gap, men yutaman baribir. Aura. Sifat yopilib qolganda. Berdi-yu, Shohrux. Bo'pti. Qaranglar. Mana hozir biz o'sha birinchi klubga ham bosdik. Mana hozir bola ketyapti. Va sanseklashib qoldik. Balki bu bularni shunaqadir. Birinchi klubimiz 26 sekundda boshlandi. Oy. Lekin eng birinchi klubda razogrebishda bam qilib takoy stolni urib ketdi, takoy devorni urib ketdi. Zo'r. Minus avro bo'ldi, hozir unda o'ziga ishonch sindimi yo'qmi hali bilmadim. Ko'ramiz. Vaqt yo'qotma, vaqt. Favordan yaxshi to'playapman. Bilmadim, lekin hozir men birinchi haydashimga qancha deb o'ylaysiz? Birinchi haydashingizga 2 minut deb o'ylayman. 2 soat. 24:85. Afiyet. Oxirgi shansmi edi, bo'ldimi? Oxirgi shans. Bo'ldi. Boshqa bo'tdi video olmaymiz, naverdim bilan. Mana bizani boshi butun hammasi yaxshi. Yo, menga hech narsa qilmadi, prosta men sizlarga chalg'ib qoldim-da, oxirgi kurugligini bilmadim, bosdim. Bitta bundoq qaradim-da, bundoq qarasam shu barjorga kelyapman, reski o'ngga burdim, baba duf urildim. O'zimga hech narsa qilmadi, men prosta переживать qildim mashinaga va barbiyor sochilib ketmadimi-ekan deb o'ylab переживать qildim-da, ichimda voy deyapman, o'zimga hech narsa qilmadi. Mana shu joyga bitta like bosib qoldilar. Eng qizig'i, rezultat kerak menga. Rezultat aytgancha sizni xursand qiladi, chunki 24:85 no ikkinchi o'rinda turibsiz, afsus. Ketdi o'sha. Lekin 24:85 ham yomon. Bobur siz qancha 24:35. Bobur bilan razitsamiz 50 millisekund. 50 millisekund bu juda ham katta emas. No, yaxshi rezultat deb o'ylayman. Bo'ldi. Qani, unda 50 bo'ldi, 50 jo'masami? Sekundni yarimi. Ha, 1 sekundni yarim sekund, 1 sekundni yarim sekund Boburdan kechikirdim. Bu Qaranglar, Boburelloga Shohrux yaqinlashgan ekan, demak biza bemalol Boburellodan o'tib keta olamiz. 20 sekundmi, 15 sekundmi? Voy, 19. Ha, 19.
Meni problemam bo'ldi. Mendan oldinda kimdir bor edi. Do'stlar, Sashka. Zafar oldida yana bir ishtirokchi bor. Zafar unga tiqildi va qotdi. Hop, Zafarning eng yaxshi rezultati mana 24-53. Normal. Eng muhim raundda Zafarga bitta qiz xalaqit qoldi-da, yomon. Lekin o'shanda o'sha rekord bo'ladi deb o'yladim. Birinchi o'rinni oldingiz desam, ishonasizmi? Yo. To'g'ri o'ylaysiz. 25 sekund yurdim deb o'ylayman, rekordim. 24-53 yurdik. 20 millisekund. 20 millisekund yetmadi, afsus. O'shanda o'tardim, mayli, unlucky. Yana ikkinchi o'rin. Endi do'stlar, biz 4-ishtirokchini oldiga o'tamiz. Qani, taassurotlar bormi, qanaqadir? Men bilmayman. Endi birinchi kurda ko'raman, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, qayerda tormoz berish kerak. Agar omadim kelsa, yutib ketsam, Necha kilo olasiz? men 68. O, no, mendan kamroq, Shohruxdan ham kamroq. Ozgina преимущество bor. Omad tilayman. Do'stlar, bizda oxirgi ishtirokchi va u ham bo'lsa Sirojbekov. Короче, do'stlar, hozir bu videoga ko'proq action qo'shib beraman. Brad, mana shu soat necha pul deb o'ylaysiz? Aniq bilmayman, no soatga qiziqishim yo'q, to'g'risi. Короче, Matrix soat bu. $200 tursa kerak. $200? Voy, bilan. Ладно. Qancha? $650 soat. Agar men rekordimni ursangiz, hozir realni sovg'a qilaman. Mana $650. kameraga yetolmadi. YouTuber 1 million plus 1 million bo'ladi. Ha, bo'pti, qarang. Agar rostdan ham hozir Siroj birinchi o'rinni olsa, mendan ham, Zafardan ham, sizdan ham o'tsa, birinchi o'rinni olsa, siz soatingizni beraverasiz, to'g'rimi? Realni biz Qarang, siz soatlarni yaxshi ko'rasiz. Menga o'xshab, men ham soatlarni yaxshi ko'raman. Agar siz soatingizdan ayrilsangiz, men sizga o'zimni original al-Haramiy soatimni beraman. To'g'ri, bu juda qimmat emas. $150 turadi. Shu joyiga. $150 turadi. Men agar siz bularga berib yuborsangiz, soatingizni birinchi o'rinsiz, men sizga o'zim soatimni beraman. Bo'pti. Agar shunaqa bo'lib, Shohrux ham yutqizadigan bo'lsa, o'zim Patek Philip'ni berib yuboraman. Patek Philip $18,000 turadi, originali, lekin bu ham где-то bir 400-500 so'm. Xo'p, endi Twitterga qo'shamiz. Soatingiz hech bir ekasi yo'q. Soatini agar Zafar berib qo'ygan bo'lsa, men telefonimni beraman, 14 Pro'ni. Hop, menga. Yutqizing, xo'p. Qishmas qolib ketmaydi. Yutqizing, iloji bo'lsa desam. Vo't, qarang, sizni bittagina sizni g'alabangiz kimlarga nimalarni berib tashyapti. Vo't, xullas, Siroj, sizga omad tilayman. Motivatsiya yetarlimi? Motivatsiya yetarli. Mana birinchi marta uchyapsiz, shuning uchun motivatsiya. Shuning uchun ustimdan kulyapti bunaqa qilib, lekin agar omadim Erkecha gap. Rostdan berib yuboriladi, men real Boburga berib yuboraman. Do'stlar, Qanday? mana shu soatimni, eng yaxshi ko'rgan soatimni berib yuborishimga hozir Sirojbekov hal qiladi bu ishni. Beramanmi, yo'qmi? Ko'ramiz. Ha, telefon yo'qolmas ekan. Yaxshi. Running solo, no pay. Having nightmares where everything fade to black. I tell my girl, hold up, I'll be right back. 26 sekund rekord bo'ladi. 26 sekund. Поэтому уверенно soatimni qo'ydim. O'zim baland. Qani bo'lsam, 5 kilo, yana. 29 sekund. O, 0 sekund kamaydi yana. Yaxshi yurib bersa, hammasi yaxshi o'tadi. Tabriklayman, soatli bo'ldingiz. 1 2 5. Davay. Turing. Nimaga? Chunkiman bo'lmadi, birinchi haydashim ishonmayman. Keyin soatingizni oldi. men sizga hammani oldida realni siz ham yechi, yesish tomonga berasiz. Realni. Brat, 24-15, prikинь. 24-15. Серьезно, ha, bana? Realni bilan. Zo'r rekordingiz 27-45 bo'ldi. Ha? 27-45. Do'stlar, boya aytdim. Oxirida bitta zo'r narsa bo'ladi deb. Bu narsa ikkita
blogerlar gonka o'ynaydi bir-biriga O, qarshi. 1-2 bilan 3 to'r. 1-2 bilan 3 to'r. Misol uchun hozir birinchi, ikkinchi o'rin o'ynaydi. Kim yutsa o'shanga qarshi, bu yoqdan 2-3 to'rdan kim yutsa, o'sha ikkalasi bir-biriga qarshi o'ynaydi. Shunda biz yana g'olib aniq qila olamiz. To'xtang, hozir bu men million yutdimmi yo'qmi? Yo'q. Yarim pul uchun sizniki. Uni 100% lashtirish, ya'ni 500 ming sizda nakano turibdi. Yana 500 mingni qo'lga kiritishingiz uchun sizga yana bitta g'alaba kerak. Ya'ni zafar bilan g'alaba kerak. Keyin men Siroj bilan o'ynayman, Siroj yutaman. Agar zafar yutib qo'ysangiz, keyin men bilan o'ynaysiz, meni yutsangiz, keyin yana 500 ming olasiz. Shunda siz bizda 500 ming bor, ya'ni eng yaxshi rezultat ko'rsatganligingiz uchun yana 500 mingni qo'lga Yo'q, kiritishingiz uchun qo'rqyapsizmi? yana yutishingiz kerak. Hozir mana aferist qo'rqchiman. Men Xorazmliman do'stlar, men bunaqa sxemalarni bilaman men. Xo'p, Boburda 500 ming bor, hozir yana ikkita gonka bo'ladi va unda yana yutsangiz, yana 500 ming sizniki. Okey. Ну хотя Xo'p, бы. o'shaning uchun boshida aytganman, oxirida zo'r narsa bo'ladi deganman. Ya'ni bu yerda возможностьlar bor. Ya'ni misol uchun zafar yutib qo'ydingiz, zafarga 500 ming beriladi, ikkalanglar ham 500 dan qo'lga kiritasizlar. Okey. Katta. Qani bo'lsam do'stlar, birinchi jang Shohrux Aysiga qarshi Sirojbekov. Da. Siz kimga balet qilasiz-da? Shohrux Aysi. Shohrux Aysiga, men Sirojga balet qilaman. Davay. Ko'ramiz kim yutadi bu safar. Fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar kimga balet qilasizlar? Menga, Shohrux Aysi yoki Sirojbekovga kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yozib qoldiringlar. Siz achinib qolmang lekin oxirida, brat. Yo'q, mayli, men baribir o'zimga ishonaman. Men kimdir ham Sirojga ishonish kerak. Okey. Go! Let's go! Bu xop Akrapovich bo'lib ketdi. Bu yerda Da, konflikt zo'r ekan. Voy! Shohrux riskab o'qib ketdi. Ana. Boshida avtobloger mana shunaqa bo'ladi-da. Vay. Voy, minusavra berdi-yu. Yaxshimi shu? O, driftlar qilyapti bola. Often edit moments. Bo'ladi. Voy, bilan. Nima qilyapti? Ustidan kulyapti-yu. Davay bo'ldi, davay. Davay! Aura berdi, aura. Hozir bizlarning poygamizda ikkita Sirojga qarshi Shohrux Aysi o'ynamoqda. Hozir birinchi guruhda ko'rib turganinglarda Shohrux vashi zo'r o'tib ketdi. Endi ko'ramiz Sirojdan comeback bo'ladimi yo'qmi? Hozir video davomida bilib olasizlar. Bu bo'ldi, bu yerda o'zi achiyda Shohrux yutib ketyapti. Yo'q, lekin hammasi kuchli bo'ladi. Hammasidan kuchli bo'ladi. Shohrux Aysi yutdi. Qalay aniqada taassurot. Da, moshni takoy. Men bu yerda qarasam Siroj urildi. Просто 2 kurga o'tib ketgim kelmadi. Ko'rsiz kerak Shohrux qo'l bilan. Mayli. Sirojga endi nima deysiz? Siroj. Давайте командni otchi o'ynaylik. Keyingi safar ketga ili tepish o'ynaymiz. Bo'ptimi? Shamil yutsangiz. Qarang, hozir men zafarga baletlik qilyapman, chunki kecha bu bola ikkinchi o'rin olgan 1 va kezikiga kez olgan 2 million so'mga sal bo'lsa ham puli qaytsa, ozgina bo'lsa ham ko'ngli joyiga tushadi bu bolani. Xo'p, shuning uchun men Boburelloga bu safar fanatlik qilaman. Nimaga? Просто siz unutalaysiz buni. Bo'ldi. Boburello, men siz bilanman. Siz yutasiz deb o'ylayapman. Zafarga qanaqa qilib yutish? Qaysi, men start beraman. 1, 2, 3. Menimcha, o'sha Zafar o'tib ketdi. Gap yo'q. Bobur orqasini taqib qotdi. Bobur yetib olishi mumkin. Bobur o'tib ketdi. Bobur Zafardan o'tib ketdi. Pavorotdan, hop, Bobur yaxshi burildi, Zafar ham yaxshi burildi, yaxshi burildi ikkalasi ham. Va Bobur, Zafar aylanib ketdi. Всё. Zafar mag'lubiyatni shundoq bo'ladi. Chunki Bobur bermayapti. Возможность. Birinchidan mana endi o'tadi. Birinchidan o'tildi, Zafar endi o'tdi. Ikkinchi kun. Voy, Bobur! Zafar yana urildi. Bobur oxirgi klubda. Zafar hali ikkinchi klubga yetib kelmadi. Zafar avariya bo'lganini hisobiga yana bir marta siz bilan gonka qilmoqchi. Shunga siz nima deysiz? Menda boshida rul bo'yicha aniq problema bo'ldi-da. Rul realniy problema bo'ldi. Hozir bu bahonami yo'qmi? Men tushunmayapman. Sirojda ham bo'libdi-da. O'shanga 10 tomonga qayish ko'rasiz-ku. Siz kim qayilmayapti 10 tomonga. Da, men ham shu yerga qadaldim-da. Bitta joyga qadalgan. Okey, men bu bolaga shans beraman, chunki men jigarim bu. Musobaqadan tashqari biz bratmiz, поэтому da, такой edit qilasiz. Chestni yutqizgim keldi.
lekin siz bitta krug o'tib ketdingiz. 3 krug, Zafarda 2 krug. Bo'lmasam yana bir marta Boburello va Zafarning gonkasini ko'ramiz. 1, 2, 3. Pali start bo'ldi, lekin Zafar 2 da yurdi. G'irromchilik qildi. O'sha tak, hisob qilamiz. Sizlar 1, 2, 3. Ana endi haqqoniy bo'ldi. Xo'p, baribir Zafar oldinda ketyapti. Zafar Bobur taqib qo'yapti. Zafar yaxshi burildi, undan keyin Bobur ham yaxshi burildi pоворotdan. Zafar yo'q, yaxshi burila olmadi. Bobur yaxshi burildi. Zafar oldinda ketdi. Bobur o'tib ketishga harakat qilyapti, lekin o'tib keta olmayapti. Zafar juda tez ketyapti. Juda tez skorost qilyapti. Boburga nima bo'ldi? Bobur bosmayapti. Balkim birinchi krugdan o'tib ikkinchi krugga kelishyapti. Zafar yaxshi burildi, Bobur ham yaxshi burildi. Bobur nimagadir qayta olmayapti. Juda taqib haydayapti barjurlarga. Finishni kurg, Zafar yutdi. Do'stlar, 3 krug bo'ldi, haqqoniy bo'ldi hammasi va bu krug uchalasidan ham Zafar birinchi o'tdi. Va g'olib Zafar. Agar siz o'tib keta olmadingiz. Qiyin. Normal haydadi. Yaxshi haydadi-da, pavorotlarda. Типа вес, конечно, katta anaqa преимущество berdi, chunki men bittadan gaz bosib ketyapti. Qarang, brat, unda emas gap. Men bitta gaz bosganingiz, har bitta gaz bosganingizda haydab uchib ketyapsiz oldiga. Bobur, qarang, Zafarni ko'raman. Zafar mana bu burchakdan turib sirasi ketyapti, siz o'ngroqdan burilib ketyapsiz. Sizda ves ketib qoldi-da. Birinchida Zafar yutqizdi. O'shandan keyin Zafar qaytadan nima qilganiga rozimisiz, rozi emasmisiz? Da, roziman. Hammasi chotki. Xo'p, do'stlar, bizdagi oxirgi zayest. Men Siroj yutib chiqdim bu yoqdan Zafar Boburelloni yutib chiqdi. Hozir grand final bo'ladi, do'stlar. Mana shu zayest hal qiladi kim bu yerda YouTube chempion. Do'stlar, esingizdan chiqmasin, necha rekord qo'yganimni, mana shu bola necha qo'yganini, ikkinchi variant qalaysiz. 1, 2, 3. Zafar yutdi deyman. Zafar yutdi. Спасибо, что нормально, да? Короче, do'stlar, hozir ikkinchi krug tugab bo'lib, 3-krug ko'rib turib, aytishim mumkin to'g'ri, Zafar 100% yutdi bu yerda. Ana, flex. Oy. Do'stlar, ko'rdinglar. Bu videoda soniyalar bo'yicha, ya'ni sekund bo'yicha Bobur birinchi o'rinni oldi. Millisekund. Millisekund bo'yicha Bobur birinchi o'rinni oldi va ya'ni ikkita mashina yonma-yon qo'yib gonka o'ynaganimizda Zafar hammadan o'tib ketdi. Bu uni vazni bilan bog'liq deb o'ylayman. Ya, endi optam. Okey. No, xullas, Bobur 500 mingni qo'lga kiritdi, Zafar 500 mingni qo'lga kiritdi, Siroj hech narsa qilmadi. Men bo'lsa 1 million minusga kirdim. Ya, sizlarga plus 5. Hatto 5 bor, 5 bor. Hatto 5 bor. Malades. Nice try. Enter. Aytgancha, bu videoni olishimizga bizga yordam bergan Dream Parkdagi Adrenalin Rush kartingiga kattakon rahmat. Agar kimda shunaqa желание bo'ladigan bo'lsa, bemalol Dream Parkga kelsanglar, Adrenalin Rush bor. Bu kechqurun soat 11 gacha ishlaydi. Kechasi salqin maza qilib, gonka o'ynab, takoy maza qilsanglar bo'ladi. Aytgancha, keyingi videoda qaysi blogerlarni chaqirishimni xohlasanglar, o'sha blogerlarning nickini kommentariyaga yozib qoldiringlar va o'sha blogerlarni keyingi karting videolarda chaqiramiz. Men o'zim Asxab Tamayev fatmetga qilaman. Bo'ldi. Sotgacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.